Aka, jalba bosam aka. Bossing bosfor, tush mashinadan. Assalomu alaykum. Aka qarang, 500 metrdan keyin meni to'xtatib ketinglar, men o'sha manzilga borib bering. Nima narsa bu aka? Qo'yavering, olib boring mashinani. Nima narsaligini men bilishim kerak. Aka, xo'p deb olib boravering bo'ldi. Plyus 2 barobar ko'p beraman. Nimaligini bilmasdan men olib bormayman. Aka, 2 barobar ko'p beraman kerak. 10 barobar bersangiz ham olib bormayman. Nima bu o'zi? Aka, qo'yavering, mana shu olib boring bo'ldi. Qonunga xavfli zid narsa bo'lishi mumkin. Ya aka, xo'p deysiz bir marta. Boshqa mashina chaqirib ketgan, men olib bormayman buni. Aka, jalba bosam aka. Bossing bosfor, tush mashinadan. Assalomu alaykum. Toshkent sifat taksi parkmi bu? Assalomu alaykum. Menga hozir bitta yo'lovchi chiqdi, qo'limga qora setkada narsa berdi. Men olib bormadim. Jalba qilaman deb do'q-po'pisa qildi menga. Hurmatli haydovchi, shubhalangan narsangizni olib ketmasligi haqqi. Menga hech qanaqa ta'siri bo'lmaydimi buni? Yo'q, hech qanaqa ta'siri 6 bo'lmaydi. millionlik bonusimga aloqasi yo'qmi? Yo'q, albatta hech qanaqa aloqasi yo'q. Bo'ldi. Rahmat kattakon, salomat bo'linglar.